Agarda Messi Real Madrid futbolchisi bo'lganida. Tasavvur qiling. Yaqin o'tmishga qaytamiz. Eslatib o'taman, bu reallik emas. Bu shunchaki tasavvur. Qisqasi fantastika. Xullas, yashil maydon kanalidasiz. Biz boshladik. Tasavvur qiling. 2012-yil. Lionel Messi Real Madrid bilan 5 yillik shartnoma imzoladi. Sizningcha shunday bo'lganda nima bo'lar edi? Bo'lishi mumkin emas deysizmi? Balkim siz haqsiz. Axir bu mening xayollarim-ku. Xullas, Messi Real futbolchisi sifatida tanishtirildi. Barselona muxlislari asabiylashmang, bu shunchaki fantastika. Biz tasavvur qilyapmiz. Messiga Realning 10-raqami berildi. Ronaldo bilan tandim ajoyib bo'lsa kerak. Lekin El Clasicolar boshqacha o'tar demaysiz. Barselona Messi bilan kelgan Real. Xush, El Clasiconi qizig'i qolmas ekan, nima deysiz? Balki Messining oltin to'plari buncha ko'p bo'lmasdi. Yana bilmadim. Bu bir paytlar Barselonadan Realga transfer qilingan Luis Figoni eslatadi. Menimcha yo'q. Figo bu boshqa masala. Har holda bu reallik. Xullas, Galacticos umuman boshqa o'rinda bo'ladi. Sharhlovchilar tub Ronaldo. Ronaldo tubni jarima maydoniga oshirdi. Messi zarba gol. Ronaldodan assist. Shunaqa bo'ladi. Biz bilgan tarix umuman o'zgarib ketardi, azizlar. Siz nima fikrdasiz? Real hayotda bunday bo'ldi. Balki yaxshilikkadir. Ha, mayli. Yashil maydondan uzoqlashmang. Hali gaplar. Agarda Cristiano Ronaldo Realga transfer qilinmay, Manchester Unitedda faoliyatini davom ettirgan, nima bo'lishi mumkin edi? Balki biz bilgan futbol umuman boshqa formatda esda qolardi. Tasavvurlaringizni ishga soling. Tarixga qaytamiz. 2009-yil Real Ronaldo transferini e'lon qilmadi. Vaholanki Qizil iblislar Ronaldoni qirollik klubiga sotishni istamadi. Balki u bilan yana uzoq yillik shartnoma imzoladi. Ronaldo faoliyatini Manchesterda davom ettirdi. Qiziq tasavvurni ishga soling. Ronaldo yana oltin tuplarni olarmidi? Agar u uyda qolganida. Nima fikrdasiz? Ronaldo balki 2009-yili Barselonaga transfer qilinganida nima bo'lardi? Barselonada 7-raqam, 10-raqamdan ustun bo'la olarmidi? Bilmadim. Biz ko'rib o'rganganmiz. Real va Barsa deganda ko'z oldimizga Realning 7-raqami va Barselonaning 10-raqami. Ronaldo buyuk futbolchi. Messi ham buyuk. Biz bu ikki futbolchini bosib o'tgan yo'lini ko'rdik. Ajoyib, har bir futbolchi havas qiladi. Ularning yutuqlari havas qiladigan darajada. Hatto oddiy muxlis ham ularni yaxshi ko'rishadi. Biz tasavvur qildik. Fantastik xayol surdik. Sizchi nima deysiz? Hamma